Mahallani obodonchiligiga qarash. Somsog'iniga sovus qilaman uni. Chapillamay yeb, mol osh ko'rmaganmisan? Men sizga necha marta aytganman, shakar opam qiling osh qilsangiz deganman. Ana yerdan mehmonlar kelishdi. Oyda biza birinchimizmi desam, o'zbeklar osh yeb o'tiribdi. Ye, indirjit. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Saturn, akangni qo'liga suv qo'y. Qani, o'taveramiz, a? Assalomu alaykum. Aka bobodan do'stingiz yo'qmi? Sigaret bor. Ya, rais bu haqida bilib qoladi. Yana nos so'rayapsanmi, qo'yag'i? Bor mollar atayin tozala. Yuring, aka. Erbol, shunaqangi xotin nasib qolsa nima qilasan? Nima qilaman? Aytganini qilaman-da. Kimdir yo'q ketibdi Mametni. Hozirga chaqirdinglarmi? Pajarniyda? Mana kelyapti hozir. Chiqib gazga o'tib ketmasin dedim, bizga qarab uyga o'tib ketdilar. Xonadon voy portilladi. Oching. To'rtta tashlab qo'ying, pajarni kelguncha o'chib qolmasin. 4 kishi baravar sisi o'chadi-yu. Har bitta mahallada shunaqa terpillar bo'ladi o'zi. Olovni o'rtasiga kirib oling videoda vahimaliroq ko'rinadi. Iltimos ikkinchi qismini qo'yinglar, bu mahalla taqdiri nima bo'ldi? Pajarni yo'lida kelsa ham mayli bu mahallaga. Kelguncha ikkita kartochka tashlab qo'yib pishib qoladi. Yoshlik deslar kartochka yeb